Avtopuldagi Karvon zapravkasi eski gazoil zapravka hozirgi kunda Karvonga nomi o'zgargan. Bu ko'chamizda to'g'ri borib Sebzorri chorrahasiga bog'lanadigan ko'cha, o'zingizlar yaxshi bilasizlar. O'rtoqlar, mana shu 5 qavatli domni 3-qavatidan hamyonbop 62 kvadratli uyimizni ko'ramiz. Qani ketdi. Bu zalimizda bo'ladi o'rtoqlar, mana ko'ryapsizlar. Uyimizni remonti sredniy holatda turibdi. Bu yoq tomonimizda shunday podyezddan kiraverish qismi, kirishinglardan o'ng tomonda spalnya, to'g'rida zal, bu yoqda yana bitta xona plus balkon, kuxnya, bu yerda sanuzellar. Bu yoq tomonda spalnya xonamizni ko'rishinglar mumkin. Polni skvoznoy ko'ryapsizlar, xonalari alohida. Bu yoq tomonda esa vanna xonasi, bu yerda hojat xonasi va to'g'riga kiradigan bo'lsa, eski kuxnyaning o'rni ko'ryapsizlar, hozir holatda bitta xona qilib qo'yilgan. Dalshi balkonga olib chiqilgan kuxnya 2 metrga 640 plani bo'yicha ham ko'ryapsizlar. Tapchanlargacha olib qo'yilgan, shundoq katta yo'lning yuzida joylashgan 5 qavatli domi 3-qavatidan 2 xona, 3 xona qilingan. Kadastr bo'yicha 62 kvadrat. Eng shirin joyi narxiga keladigan bo'lsa, $74,000 so'raymiz. Naqdga ham ipoteka orqali ham xarid qilsangiz bo'ladi. Raqamlarimiz turibdi, bemalol aloqaga chiqib joyimizni ko'rib baraka qilsanglar bo'laveradi.